Hurmatli kuzatuvchilar, bugun biz 12 yoshida taxtga o'tirgan, 43 yoshida buyuk saltanat qurgan Zahiriddin Muhammad Boburning tug'ilgan diyoriga, Andijon shahriga yetib keldik. Andijon shahridagi qal'a majmuasiga keldik. Bu qal'a 1881-yil Chor Rossiyasi tomonidan qurilgan. Bu yerda Chor Rossiyasining armiyasi istehkomi sifatida foydalangan. 1980-yilda qayta ta'mirlandi. Devonaboy jome masjididamiz. Bu masjid xalqning ilmiy milliy qadriyatlarida muhim kasb etadi. Ayni chog'da bu masjidda hayit namozlarida 5000 ta, juma namozlarida 3500 ta, odatiy kunlarda esa 300 nafar mo'min musulmonlar ibodat uchun tashrif buyuradilar. Do'stlar, biz Bog' Shamol parkiga keldik. Bu yerda mana osma ko'priklarga chiqib olganmiz. Narxlar juda qulay ekan, 20 ming so'mdan bir kishiga. Mana pastda ko'rishimiz mumkin. Zahiriddin Muhammad Boburning ramziy qabrlari, u kishi nomlaridagi muzey, u kishining haykallari pastda turibdi. Umuman olganda manzara juda go'zal. Albatta o'zingiz do'st birodarlaringiz va oila a'zolaringiz bilan kelishingiz mumkin. Juda ham go'zal joylar. Osma ko'prikning uzunligi 2 kilometr degan ma'lumot bor. Haqiqatda arziydi. Hal tepalikka chiqqanda yana Xudo xolisa manzarani ko'rsatishni boshlaymiz.